Bugungi sotuvimizda Belarus 892 total bo'lgan yangisidan Zatimos ko'raklardan mana shu yo'g'idan dehqon texnikasidan videoga qo'yib chiqarib boramiz. Videomizga bitta like bosing, obuna bo'lmaganlaring obuna bo'lsalaring, sizlarga foydali, qiziqarli, manfaatli videolar birinchi o'rinda yetib borishi uchun. Texnikamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga tayyor holatda turibdi. Dokumentlardan muammosi yo'q. Texnikamiz yili 2011-yil o'zini holatiga, sostenasiga ko'rganda, yiliga qaraganda texnikaning holati juda ham yaxshi holatda turibdi. Bizda sizlarga ko'p kuttirmagan holatda narxini aytadigan bo'lsam 140 million ozmos kam bor deb aytib o'tishyapti. Ma'qul rasxodlar yo'q ekan, texnika turbo kompressorga ega. Qo'shiqlanmasligini ekan, Zatimos korobkalari ham yaxshidan ekan. Texnikamizning yilini aytib o'tdim, 2011-yil qishloq xo'jaliklari ishlar ekan, Zatimos korobkalari ham yaxshidan ekan. Balonlari kabina holatlari ham bunaqa suvarkalari yo'q ekan. Xudo xolasa texnikamizni olib borib ishlataveradigan holatda turibdi. Bu tomonlariga keladigan bo'lsak, videomizni oxirigacha ko'rsalaring, bu texnikamizni yurgizib, hamma detallarigacha ko'rsatib aytib o'tamiz, yana ko'rsatamiz. Kabina holatlarini ichiga chiqib ko'rsataveramiz. Texnikamizda salon holatlari. Yana nima ma'lumot qolgan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozing. Hoji aka, sizga qanaqa texnika kerak bo'layotgan bo'lsa, o'zingiz fikringizda qanaqa texnika kerak bo'layotganini yozib qoldirsangiz, shunga qarab xudo xolasa texnikalarni qo'yib chiqarib borishga harakat qilamiz. Endi holat aka, texnikamizni shu yerda o'zida yurgizib ko'rsatib berasiz. Chiqing aka. Bu tomonga o'tib olaman. Zatimos motor korobkasidan mana shu yo'g'idan hozir xudo xolasa texnikamiz shu yerda yurgizib ko'rsatib beriladi. Ko'ring aka. Motorlari ham juda ham tekis holatda ishlab turibdi. Bo'ldi aka, joyiga qo'yavering. Ha, qo'yavering. Xudo xolasa endi qo'limizdan kelgancha yoritib bordim. Shu texnikamiz sotilyapti. Qiziqqan akalarimizga videoda jo'natib qo'ysalaring, manfaatli, foydali video bo'lib chiqadi. Like bosib, hech tanishmagan bo'lsa bo'ldi sizlardan. Like bossalaring, xudo xolasa shunaqa yaxshi texnikalarni qo'yib chiqarib borishdan to'xtamaymiz.